Dunyo xabarlaridan bir chimdim. Aziz YouTubedoshim, assalomu alaykum. O'zingiz eshitganingizdek, Amerikaning spetsoperatsiyasida Venesuela prezidentini tezkorlik bilan qamoqqa oldi va o'z davlatidan olib chiqib ketdi. Bundan xursand bo'lgan Venesuela xalqi esa ko'chalarda bayram qilishmoqda. Xuddi Iroqni eslatyapti-da menga. Va Maduroga bor yomon la'natlarni tushirib qo'yapti. Bundan xavotirlangan Daniya diplomatlari AQShni hamkor davlat ekanligini eslatib va Daniya NATOga kirishini, NATOda ekanligini eslatib ta'kidlamoqda va Grenlandiya ham. Ya'ni AQShning keyingi ko'zlari Daniya va Eronga ko'z tikkanini sezdirilgandan so'ng Eron davlati ham turib berishligini, har doim jangga tayyor ekanligini e'lon qildi. Shu yerning o'zida sezdirilishlarning bo'yicha Zelenskiy diktator davlatlarning oqibati mana shu AQSh to'g'ri ish qilganligini izoh qilar ekan, Rossiya va Xitoy tovarlariga sanksiya berdi. Savol: haligacha Rossiya tovarlari bormidi? Shu yerda Elon Musk o'zining biznesmenligini tutib, Venesuela xalqiga bir oy mobaynida internet tekin berishini izohladi. Bundan Venesuela xalqi xursand. Uzoqqa bormaylik. O'zimizda davlatlarga qaytaylik. Sudebniy pristavlar 2025-yil 54 mingta odamni, 54 mingta migrantni выдворение qilganlikda, badarg'a qilganlikni e'lon qildi. Rossiya esa dunyo importi, ya'ni mandarin importi bo'yicha birinchi o'rinni egalladi 25-yil. Xabarovskda yomon xabarlardan, Xabarovskda migrant OMON orqali urib o'ldirildi degan xabarlar sezdirildi. Qanchalar to'g'ri? Shu yerning o'zida, ya'ni shu davlatning o'zida Peterda esa o'zbek transi qo'lga tushdi. Ajoyib. Amerika davlati Rossiyadan tezkorlik bilan fuqarolarni olib chiqishni talab qilar ekan, undan qolishmay o'zimizning Alisher Qodirov ham o'zbekistonliklarni ham Amerika orqasidan tezroq chiqib ketishini manzilni ko'rsatmagan holda aytdi. Bizda esa o'sha qaynona va kelin mojarosi hali tugamadi. Bizda esa qor yog'yapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Katta siyosiy voqealar, dunyo bo'linishi 44-yillarni eslatmayaptimi?